Assalomu alaykum, Milliy Kato'lar kanalining hurmatli tomoshabinlari. Mana bugun biz navbatdagi isitish sistemani bitkizishga yetib kelganmiz. Qo'shtepa tumani Oqtepa MFga yetib keldik. Xudo xolasa, xuddi shu sizlar ko'rib turgan xonadonni, mana shu dorixonadan bag'ini qishga issiq bo'lish uchun 93 kvadrat chiqdi. 93 kvadratli xonadonga isitish sistemasini o'rnatib berdik. Xonadonga общий 5 dona har xil razmerdagi panelli radiatorlardan tushdi. Sistemamiz samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Radiatorlar ko'rayotgan bo'lsangiz, jicha oldinroq qo'yilgan, keyinchalik xonadongalari bu yerda apshipka qilib, podagonni mahkamlab qo'yishar ekan. Bu taraflariga ham mana 50 sm ga 1,2 razmerdagi panelli radiatorimizdan baqa ham bitta qo'yildi, bu tarafga ham bitta qo'yildi. Ko'rib turganlaringiz samotok sistema bo'ldi. Gipsakarton ekan, gipsakartonni ichiga olib, o'yib xonadon egalari keyinchalik aboy qilib, turbalar ko'rinmasin, xaraqit qilib ichganiga shuna qilib, chiroyli qilib o'zimiz olib berdik. Keyingi xonalarni qator ko'rib chiqamiz. Keyingi xonalarimizga ko'rib turganlaringiz 40 sm ga 2 metrli panelli radiatordan bitta uстановка qilganmiz. Bu xonani ham devorni ichiga olib, akkuratniy qilib, ko'rib turganlaringiz chiroyli qilib ishlarni bitkazib beryapmiz. Mana bu tarafiga 50 sm ga 2 metrli panelli radiatorimizni uстановка qilganmiz. Bu tarafda ham devorni ichiga olib, chiroyli qilib berdik. Sizlarning ham xonadonlaringizda shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz va shunaqa sifatli santexnik ishlari kerak bo'lsa, aloqa qilsangiz juda ham chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Kat yo'limiz mana shu xonadonda mana shu yerga naveslari bor ekan, xuddi shu yerga uстановка qilinyapti. 15 kilovatli utepленный variantda bo'ldi. Kat yo'limiz narxi 8,5 million so'm dastlabkasi ichida. Xudo xolasa bu utepленный bo'lishiga ko'rib turganlaringdek ichiga o'zini maxsus qoplamasini tiqib, tepasini list bilan, qalin list bilan apshipka qilinadi. Issiqlik bateriya bo'lmaydi, xuddi shunaqa naveslar tayida ham turaveradigan holatda bo'ladi. Kat yo'limiz 40 kilo, 45 kilo atrofida ko'mir oladi. Verxni garena kat yo'l ko'mirda sifatiga qarab, uyda teplizolyatsiyasiga qarab 10 soatdan 1 sutkagacha juda ham chiroyli bo'lib yonib beradi. Eshiklariga alohida e'tibor berilgan, ko'rib turganlaringdek asbest sutlar bilan, maxsus qoplamalar bilan qoplangan. Har bitta eshigiga ligirovka bo'ladi. Tepa past bo'lib, misol 2 yil, 3 yilda bir tutun qo'yadigan bo'lsa, chang qo'yadigan bo'lsa, hamma eshigi ligirovka bo'ladi. Tozalaydiganligi, achistkanligi ham boltlarni bo'shatib, jicha ozgina tortib, qalinlashtirib, o'zlariga moslab ligirovka qilib olaverasizlar. Bu kat yo'limizdan yonayotganiga 2 metr teplamenni yurilib, kat yo'limizda yonayotganiga suvni o'zida olib qolish uchun issiqlikni shu teplamennidan aylanib ilonizi bo'lib, dimoxod ko'riladi. Bu dimoxod teplamenning tozalash uchun o'zining maxsus eshigi bor. Xuddi shu yerda ochasiz. Bitta tununkasi bo'ladi, olib turib, shu yerga qurumlarni qirib yorsiz. Pastdagi eshikchasiga tushadi. Pastdagi eshikchasini sharaqqatib ochasiz. Xuddi shu yerdan kichkina kurachalarni olib tashlayverasiz. O'zining original 85 vatli ventilyatori, original pogrushniy termostati hamda 3 barli vzrivniy klapinga moslangan. Ko'rib turganlaringizda sizlarga ham shunaqa kat yo'llar sifatli santexnik ishlar zarur bo'lsa, ekranda raqamlarga aloqa qilsangiz, juda ham chiroyli qilib ishlarni bitkazib beramiz. Kanalda mehmonlar patronsiz bo'lishni unutmaymiz. Videoga bitta like bosib, kuzatib tursa, xonadonda hozir sistemasini suv to'ldirilyapti, hamma yoq tekshirilib, bir qator yoqib, video davomida ko'rsatib o'tamiz. Kat yo'lda 100% to'liq ishga qo'yib oldik. Hozir mana kat yo'limiz yonyapti. Kat yo'lga o'tin zapravka qildik. Ochinchi Asadbek kat yo'l yonishlarni ko'raylikchi. Kat yo'limiz qanday yonyapti ekan. Shu yo'lni kat yo'l. Demak, ishlar ham bo'laveradi. Ha, bo'laveradi. Ozgina quruq o'tinlardan zapravka qildik. Kat yo'limiz juda ham chiroyli bo'lib ishlab, o'z kuchini ko'rsatib beryapti. Sizlar bilan bir qator radiatorlarning temperaturalarini o'lchab chiqamiz. Bo'ldi, yo'q bo'lyapti. Kat yo'limiz podachisidan 60 gradus chiqib ketyapti. Endi radiatorlarni bir qator kirib ko'rib chiqamiz. Mana radiatorlarimiz bir qator kirib ko'rib chiqamiz. Pistoletimiz qolib ketibdi. Temperatura o'lchagani juda ham chiroyli bo'lib, radiatorlarimiz hammasida 60 gradus suv aylanib beryapti. Juda ham sifatli qilib santexnikalarimiz ishlarni bitkazishga mana hammasida 60 gradus harorat bor. Ko'rib turganlaringda mana hammasi juda ham chiroyli bo'lib ishlab beryapti. Xudo xolasa hech qayerdan suv qo'yib tomgan netgan joylari bo'lmadi. Sifatli ishlarni xonadon egalariga topshiryapmiz. Oldin xonadonda xuddi shunaqa pechka qurib o'tirilar ekan. Endi xuddi shu pechkani o'tinini jicha ko'prog'ini kat yo'limizga zapravka qilsa, mana shu kottejimizda hamma xonadonda bemalol isitadi. Xonadon egalariga qulaylik qilib berdik. Mana hamma radiatorimizda ishlash holatlari juda ham a'lo sifatli bo'lib ishlab beryapti.
Biz yo'nalish gazlashmagan hududlar uchun shunaqa ko'mirli kotyollar o'rnatish. Hozir sizlarga mana kotyol yonish jarayonini ko'rdik, ishlashini xudo xolasa xonadon egalariga 100% topshiryapmiz. Bu xonadonga ketgan summani aytib o'tamiz. Hozir video kuzatib tursangiz, hammasi video davomida aytib o'tiladi. Sizlarga ham shunaqa sifatli santexnik ishlar zarurlasa, ekranda raqamlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa xonadonlarga borib, ishlarni bitkizib, juda ham chiroyli qilib, katyol sistemani 100% bitkizib, kafolatga ega qilib topshirib berib kelamiz. Shu bu xonadonga ketgan usta haqi, katyol turba izolyatsiya xonadonga nimaiki ishlagan bo'lsa, hamda katyoliga dimoxotam olib kelib berishgan, tomga reka hammasini mahkamlab, sim shurupigacha общий hisob-kitobda 22.500.000 so'm ketdi. Mana shu xonadonda isitish sistemasi, 5 ta radiator, bitta katyol, ustakalarimizni xizmat haqi hammasi 22.500.000 so'm bo'ldi. Ustaka bir dona tochkasini necha puldan o'rnatdi? Shtraba qilib 520.000 so'mdan bir dona tochkasi o'rnatildi. Xo'p, sizlarning ham xonadonlaringizda shunaqa ishlar zarur bo'lsa, santexnik ishlari sifatli qilib bitkizib, tez va qulay sifatli qilib bitkizib, kafolatga ega qilib topshirib kelamiz. Ekranda raqamlarga aloqa qilsanglar, xudo xolasa juda ham chiroyli qilib ishlarni bitkazamiz. Videoga bitta like bosib, shu videoni maksimal darajada shunaqa ko'mirli katyol yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Aka, ustalarda xizmati yoqdimi, yaxshimi? Tez bitkizib berishdimi? Bir kunda bitkizish bordimi? Ertalab boshlab kech paytgacha, xudo xolasa. Mana bugun endi katyolimiz yoqib, xonadon egalariga topshiryapmiz. Xonadon egalarini oshcha ovora qilmaymiz. Misol 4 kun, 5 kun, 10 kunlab usta boqmaysiz. Shunday kelinadi, rasa bo'lsa uzag'i 2 kunda katta obyekt bo'lsa, bitkizib sirazi chiqib ketamiz. Videoga yana like bosamiz, shu videoni maksimal darajada shunaqa ko'mirli katyol yoqtirgan tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.